Tezkor xabar. O'zbekistonda 2026-yil fevralda qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum azizlar, O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda 2026-yil fevral oyida ob-havo qanday bo'lishi kutilayotgani ma'lum qilindi. O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra, qish faslining so'nggi oyi iqlimiy jihatdan yanvarga nisbatan iliqroq bo'lib, ayrim hududlarda bahoriy ob-havo kuzatilishi mumkin. Prognozlarga ko'ra, fevral oyida respublika hududining katta qismida o'rtacha harorat yanvar oyiga nisbatan 2-3 daraja, tog'li hududlarda esa 1-1.5 daraja yuqori bo'ladi. Shu bilan birga mutaxassislar fevral hali to'liq ish oyi hisoblanishini, keskin isishlardan keyin qisqa muddatli sovuq qaytishi ehtimoli saqlanib qolishini qayd etmoqda. Iqlim kuzatuvlari fevral oyining o'zgaruvchanlik bilan ajralib turishini ko'rsatadi. Ayrim yillarda bu oyda bahoriy iliq davrlar kuzatilgani bo'lib, bunday paytlarda bodom, o'rik, olxo'ri va olchaning erta navlari gullay boshlagan. Shu bilan birga tarixiy ma'lumotlar fevral oyida keskin sovuq ham bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.